Agar kamarga urushadigan bo'lsalaring, to'g'risini aytinglar, kim chempionlikka berardi? Men Cowboy Fightingda shunchadan beri shug'ullanaman, lekin birinchi marta to'g'risi, balkim kurashishgandir. Muhammad Umar bilan Mirzatillarni kurashayotganini ko'ryapman. Bular haqiqiy aka-uka, haqiqiy og'alar, do'stlar, og'aynilar. To'g'risi men ko'rmaganman hech bularni kurashganini. Yoki bir-birlarini paraga tayyorlashganlarini ko'rganman, lekin buni kurashganlarini ko'rmaganman. Men uchun qizig'i, men to'g'risi Cowboy Fightingda qachondan beri shug'ullanaman, lekin birinchi marta ikkovlarini kurashayotganlarni ko'rganman. Nimaga kurashmaysiz pastda? Kamida bir 5-6 yil zalda hech kim bo'lmagan. Biz faqat ikkalamiz so'z olamiz edi. Qana ishlaydi, qana payt dalina qiladi, hammasini bilaman. Shuning uchun boshqa paralarni buni bir 5-6 yil polni faqat bir-birimizga para bo'lganmiz. Shu aka. Men birinchi marta ko'ryapman sizlarni ishlayotganlaringizni. Bilaman, ikkovlaringiz juda ham yaqinsizlar. Bir-biri ikkita do'sti bir-biri bilan kurashish bu qiyinmi? Bir-birlaring bilan? Qiyin, o'ta qiyin. Bilamiz-da, kurashimizni ham, so'kamizni ham, nima ishlaymiz, nima ishlamaymiz, hammasini bilamiz. UFC'dasizlar ikkovlaring ham, mabodo ikkovlaring bitta vesta bo'lib turib, agar kamarga urushadigan bo'lsalaring, to'g'risini aytinglar, kim chempionlikka berardi? Bu. Akalar, haqiqiy do'stlik ko'ryapsizlarmi? Ikkovsi birdaniga o'chirit bilan bas birdaniga bir-birlarini tanlashdi. Haqiqiy do'stlik. Hech qanaqa trenirovka, hech qanaqa orzu niyatlar do'stlikda ayramasin. Hozir bunaqa munosabatlar juda ham kam bo'lyapti. Bu videoni shunga o'xshagan do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Cowboy Fighting chempionlar sari ko'rdilaringlar. Do'stlar даже kamarda ham bir-biriga elinyapti. Mening do'stim, sevib qolsang